ko'rindim, doktorlarda yotdim, davolandim. Foydasi bo'ladi, yo'qolib ketadi, yana boshlanadi, og'riqlar shunaqa bo'lardi. Tomirlar tortishib qolar edi, og'rirdi, aylama harakatim qiyin bo'lardi. Hozirda mana Xudoga shukr, ichganimdan buyon o'zgarishlar katta. Mana bizga Allohim shunaqa nimalar, mahsulotlarni yetkazib beryapsizlar. Ming bora shukr. Hamisha yuzinglarni yorug' qilaversin, yo'linglar ochiq va ravon bo'laversin. Shunaqa ishlar davomiylik bo'laversin. Amin. Allohu akbar, aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum, barchaga yaxshimisizlar? Mana hozir Andijon viloyati Xo'jobod tumanida Gulchehra xolamizning xonadonlariga tashrif buyurdik. Hozir mana Vertaflex mahsulotini yaqinda iste'mol qilishni boshladingiz. Shunga oyoqlaringizdagi og'riqlar, qanaqa holat edi, ichganingizdan keyin qanaqa o'zgarish bo'ldi, shularni bir qator aytib bersangiz. Menda bu og'riqlar 91-yildan beri bo'ladi o'zi, aslini olganda. 91-yil. Har dediki ko'rindim, doktorlarda yotdim, davolandim. Foydasi bo'ladi, yo'qolib ketadi, yana boshlanadi, og'riqlar shunaqa bo'lardi. Lekin mana shu mahsulotni olganimdan keyin Vertaflex mahsuloti, balzami, kapsulalarini ichishni boshladim. Allohga shukr, o'zgarishlar bor. Hozir mana oyog'ingizdagi og'riq asosan qayerda bo'ladi? Tizza bo'g'imlarida, o'zidami yoki pastki qismlardami? Tizza bo'g'imda. Tizza bo'g'imda iniki mana bu taqimda og'riqlar bor edi. Tovon qismingizda uyushi, jimirash, oyoq sovqatishlari, ignaga o'xshagan sanilishlar bo'lgan. Qonlari mana tomirlar tortishib qolar edi, og'rirdi, aylama harakatim qiyin bo'lardi. Hozirda mana Xudoga shukr, ichganimdan buyon o'zgarishlar katta bo'lyapti. Foydasini bildim. Uyqu holatlaringiz qanaqa? Uyqu holatlarim Xudoga shukr yaxshi. Kechqurunda 3-4 chiqardim. Masalan, eshiklarga nima qilgani, hozir mana peshobga bir marotaba chiqdim. O'zgarish katta. Allohga shukr. Foydasi bor. Hozir demak oyog'ingizdagi og'riqlar oldinga nisbatan yo'q, pasaydi. Pasayganligi bo'lgan. Yaxshi, hozir mana mahsulotda sizda haligi bo'g'im og'riqlari, belda asosan shu suvay bo'yicha og'riq bo'layotgan bemorlar bu videoni ko'rib, olsammikan, olmasammikan deb ikkilanayotgan bemorlarga nima deysiz, tavsiya qila olasizmi? Albatta, men buni tavsiya qilaman. Ichish kerak, foydali ekan, foyda tomonlarini men masalan sezdim, ko'proq bo'ldi. Foydasi ichishga tavsiya qilaman, ichish kerak, olish kerak. Xudo xolasa, albatta inshaalloh. Agar mahsulotni olsammi, olmasammi deb ikkilanayotgan bemorlar bo'lsa, ushbu videoni past qismiga nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. 55 bilan 201 12 12 raqamlariga telefon qilib, bizlar mutaxassislarimiz bilan gaplashib, dori haqida batafsil ma'lumot olib, bemalol olsa bo'ladi. Endi hozir siz yana yetayotganingizdan keyin Telegram gruppangizda mana bu gruppa korobkamiz tepasida skaner bor. Skaner qilib beramiz. Telegram gruppamizga qo'shilib olasiz. U yerda hamma shu Vertaflex mahsulotini ichayotgan bemorlarni Telegram gruppasiga qo'shib qo'yamiz. Bir-birlari bilan bemalol dildan suhbat o'tkazib, kimda qanaqa o'zgarish bo'lyapti mahsulot ichayotganda, aslanni gaplashib tursa bo'ladi bemalol. Amin. Allohim omadinglarni beraversin farzandlarim. Allohim olinglar, oldirmanglar. Bunaqa ishlarni, savob ishlarni ko'proq qilishga Allohim dohil bo'lib yurishlik nasib qilaversin. Nimaki ish boshlagan bo'lsanglar, ishlarlarga omad, obro', keng fe'l ketmas davlatlardan beraversin. Atrofingizda faqat yaxshi do'stlar qoplasin. Mana bizga Allohim shunaqa nimalar, mahsulotlarni yetkazib beryapsizlar. Ming bora shukr. Oyoqlarda og'riqlar yengilladi, o'zimiz ham yengil bo'lib qoldik, Allohga shukr. Mana Allohim sizlarga omad, keng fe'l ketmas davlat. Hamisha yuzinglarni yorug' qilaversin, yo'linglar ochiq va ravon bo'laversin. Shunaqa ishlar davomiylik bo'laversin. Amin. Allohu akbar, aytganingiz kelsin, Xudo xolasa.